Koreya Respublikasi nafaqat sanoat va iqtisodiyotdagi yutuqlari, balki zamonaviy va samarali davlat boshqaruvi tizimi bilan ham dunyoda e'tirof etilgan davlatlardan biridir. Mazkur tajribani o'rganish maqsadida Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasida Seul davlat boshqaruv assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda xalqaro konferensiya o'tkazildi. Chuqur transformatsiyalar davrida davlat boshqaruvi samaradorligini baholash tizimlari, global bilimlar almashinuvi va yangi istiqbollar mavzusidagi anjuman tafsilotlari hozirgi lavhamizda. O'zbekiston va Koreya orasidagi masofa qariyb 5000 kilometrga yaqin, ammo bu hamkorlikni cheklamayapti. Aksincha, ta'lim, sog'liqni saqlash, raqamli transformatsiya yo'nalishlarida o'zaro hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. O'tkazilayotgan O'zbekiston-Koreya anjumani ham aynan davlat boshqaruvi sohasidagi samaradorlikni oshirishga qaratilgan loyihalardan biri bo'ldi. Ikki mamlakatning 100 ga yaqin olimlari, ekspertlar ishtirok etgan anjumanda davlat faoliyatini baholash va natijadorlikni boshqarish sohasidagi ilg'or tajribalar o'rtaga tashlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi hamda Seul davlat boshqaruvi assotsiatsiyasi o'rtasida hamkorlikda katta xalqaro konferensiya bo'lib o'tmoqda. Konferensiyaning mavzusi katta transformatsiya davrida davlat faoliyatini baholash tizimlarini, global tajriba almashuvini hamda yangi istiqbollarga deb nomlanadi. Asosiy maqsadlardan ya'ni samaradorlikni baholash, xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganish, ularni mamlakatlar o'rtasida o'zaro taqqoslash hamda bu zamonaviy yondashuvlar orqali innovatsion yechimlar topishdir. Dunyoda davlat boshqaruvi bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega mamlakatlar talaygina. Albatta, ularning har birida o'ziga xos yondashuv va o'ziga xos modellar mavjud. Xo'sh, O'zbekiston davlat boshqaruvini isloh qilishda nima uchun aynan Koreya Respublikasi tajribasiga tayanmoqda? Mutaxassislar fikricha, bunga Koreyaning samaradorlikka asoslangan boshqaruv tizimi va davlat xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha natijalari asos bo'lmoqda. Koreyaning sanoat rivojlanishi va sanoatga asoslangan iqtisodiy qurish modeli biz uchun juda katta. Agar ayniqsa inobatga olsakki, bugungi kunda biz yalpi ichki mahsulotimizda 50% dan ortig'i xizmatlar hisobiga. Bizdagi sanoat, qishloq xo'jaligi mamlakati edik-ku bir paytlar. Shularni biz o'ylashimiz kerak. Shuning uchun ham bularning boshqaruv modeli biz uchun juda qiziq. Eng muhimi, boshqaruvda strategik fikrlashning asoslarini yaratishga qanday predmetlar kerak, qanday ko'nikmalar kerak va qanday yangi metodikalar asosida buni boshqaruvga singdirish mumkin degan savollarga biz o'zimizga javob topamiz. 제가 한국에서 행정학을 연구하는 사람이어서 Koreyada davlat boshqaruvi tizimi dunyodagi eng yuqoridagi davlatlar ro'yxatida turadi. Iqtisodiy rivojlanishning asosi qilib davlat boshqaruvi olingan. Biz 30-40 yil davomida tinimsiz izlanishlar olib borib, davlatimiz boshqaruvini shakllantirdik. Bunda alohida e'tibor jamoat organlaridagi davlat xizmatchilari faoliyatining natijadorlik ko'rsatkichlarini tahlil qilishga qaratilib, ularning samaradorligini baholash tizimi yo'lga qo'yilgan. Ushbu anjumanda Koreya davlat boshqaruvining ana shunday o'ziga xos jihatlari bo'yicha tajriba almashishni maqsad qilganmiz. Anjumanning muhim qismi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasi hamda Seul davlat boshqaruv assotsiatsiyasi o'rtasida anglashuv memorandumi imzolandi. Mazkur hujjat qo'shma ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirishga huquqiy asos bo'ladi. Bu hamkorlik akademiya uchun mana tinglovchilarimizni o'sha Koreyaning boshqaruv akademiyasi, xususan Seul davlat boshqaruv assotsiatsiyasiga xorijiy stajirovkalarni tashkil qilish nazarda tutilyapti va bir necha kundan keyin mana shu rahbar ayollarni qayta tayyorlash kursi akademiyada o'z ishini boshlaydi. Mana shu memorandum doirasida rahbar ayollarimizni ham Koreyaning o'sha davlat boshqaruv akademiyasi, Seul davlat boshqaruv assotsiatsiyalariga qisqa muddatli xalqaro stajirovkalarga yuborish masalalari ham aynan memorandum ko'zda tutilgan. Anjuman sessiyalarida davlat xizmatchilari faoliyatini KPI, ya'ni natijadorlik ko'rsatkichi asosida baholashning zamonaviy mexanizmlari muhokama qilindi. Yakunda bildirilgan fikr-mulohazalar asosida kelgusidagi hamkorlik uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Shahnoza Samandarova, Zoir Shavkatov, Poytaxt.